أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fotiha surasining avvalida Alloh taolo aytadiki, Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbisi Allohga hamd bo'lsin. Oyatning yozilish tartibini qarangki, Alloh subhanahu va taolo kitobini boshlagandan insonlarga bir narsani tushuntiryaptiki, sizni iymon keltirganingiz, Allohga hamd aytganingiz, shukr qilganingiz, tasbih aytganingiz, takbir aytganingiz, namoz, roza, zakotingiz, hajjiz, qilgan jihodingiz, Alloh yo'lida jon berishligingiz, hamma narsasi Allohga kerak emas. Alhamdulillah. Aslida hamd shundoq ham Allohniki. Siz kerak emassiz. Ya'ni Allohga hamd aytinglar demagan. Ihmadulloh demagan masalan. Allohga hamd aytinglar degani yo'q. Alhamdulillah, shundoq ham hamd Allohniki. Siz kerak emassiz. Qur'onni hukmlariga kirishdan oldin shuni tushuntirib qo'yaptiki, ibodat qilganda seni ibodating asli Allohga kerak emas. Ahli sunna val jamoa e'tiqodida shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo toat bilan ziyoda bo'lmaydi, ma'siyat bilan noqis bo'lmaydi. Buni o'zi hadisi qudsiyda aytib qo'ygan. Law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Avvalgilar va oxirgilaring, insonlar va jinlaring eng taqvodor inson qalbichalik shunday bir kuchli taqvodor bo'lsa ham bu meni mulkimga zarra narsa ziyoda qilmaydi degan. Muqobilida walau anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Avvalgi va oxirgilar inson va jin eng buzuq insonchalik qalbdagi ega bo'lgan inson bo'lsa ham Allohning mulkiga zarracha bir noqislik kirgizmaydi. Innama hiya a'malukum. Shunchaki o'zlaringning amallaring xolos. Ujaziha lakum degan. Sizlarga shuni jazosini beraman. Yaxshilik bo'lsa yaxshilik, yomonlik bo'lsa yomonlik. Alloh subhanahu va taolo shariat tushirishligida insonlarga ehtiyoji yo'q edi. Alhamdulillah, shundoq ham Allohga edi hamd. Alhamd masdar, ya'ni shu jins, uning aytuvchilari bo'lsin, aytuvchilari bo'lmasin, shundoq ham Allohga edi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun mahluqotlarni yaratishlikda boshlaganida aytadiki, ya'ni insonlar toki o'ylamasinki, mahluqlar yaratilganda Allohga hamd aytish boshlandi deb o'ylamasin. Alloh mahluqlarni yaratish haqida gapirganda qarang nima deydi. Alhamdulillahillazi xalaqas samawati val ard. Osmonlar va yerni yaratgan Allohga hamd bo'lsin deydi. Ya'ni alhamdu birinchi isbot qilinib, keyin xalaqo deyapti. Bu bilan ishora qilyaptiki, osmonlar va yerni yaratishdan oldin ham hamd Allohga edi. O'ylama, osmonni yerni yaratdi, keyin tog' tosh unga hamd aytdi. Shu bilan Alloh hamdga sazovor. Hamd nima? Maqtov ya'ni. Maqtovga sazovor zot bo'lib qoldi deb o'ylamagin. Alhamdulillah edi qabla xalqis samawati val ard. Osmon va yerni yaratishdan oldin ham hamd Allohniki edi. Osmon va yerni yaratib bo'lgandan keyin ham qiyomat bo'ldi, dunyo yaratilishidan maqsad tugadi. Jannati jannatga, jahannami jahannamga, hamma narsa tugadi. Mana shu mahshargohdagi holatda Alloh subhanahu va taolo sifatlab aytadiki, "Va taral malaikata hafina min hawlil arsh. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qila alhamdulillah wa qudiya baynahum bil haqq wa qila alhamdulillahi robbil alamin." Qiyomatda mahsharda maloikalarni ko'rasizki, hafina min havlil arsh, arshning atrofida o'rlashib turishganligini, Robbilariga hamd aytib, insonlar o'rtasida hukm ajrim qilinib bo'lindi. Qila alhamdulillahi robbil alamin. Shundan keyin ham olamlarning Robbisi Allohga hamd bo'lsin deyildi. Shundan keyin ham bo'ldi, mana tugadi. Imtihon dunyosi o'tdi, jannati jannatga ketdi, jahannami jahannamga, maloikalar ham hammasi tugadi, hamma narsa bitdi. Shundan keyin ham alhamdulillahi robbil alamin tugamaydi baribir. Bu dunyoni yaratishdan maqsadi o'ziga hamd ayttirishgina emas. Shundoq ham qabla xalqis samawati val ard, osmon va yerni yaratishdan oldin ham hamd uniki edi va ba'da xalqis samawati val ard uniki edi va qiyomatda mahsharda mana jannati jannatiga, jahannami jahannamiga borgandan keyin ham qila alhamdulillah. Baribir alhamdulillah deyilaveradi. Alloh subhanahu va taolo as-samad degan ana shu. Ixlos surasida o'qiymiz mana. Qul huvallohu ahad, Allohus samad nima degani? Alloh yolg'iz, Alloh samad, behojat, butun mahluqotda unga hojati bor. Hojati yo'q hamd aytishimizga.
Lekin bizga hamd ayt deb qo'yganligini sababi hamma narsani Alloh sababga bog'lagan. Sizga biror narsani berishi uchun ham nimadir qilishingiz kerak. Dunyo bu sabablar dunyosi. Shuning uchun hamd aytgin beraman deb qo'ygan. Endi alhamdulillahi robbil alamin deganda bir ajoyib bir nuqta borki, alhamdulillahillazi ja'ala hamdahu alhamdulillah desak to'g'ri bo'ladi. Nima degani bu? O'ziga hamd aytishlikni alhamdulillah bilan ifoda qilinadigan qilib qo'ygan zotga hamd bo'lsin alhamdulillah. Chunki dunyoda qarang, bir inson sizga yaxshilik qilsa, haligindan bir yaxshilikni olib turib o'zimiz tilda rahmat deb qo'ysangiz masalan yoki jazakalloh xayr deb qo'ysangiz, aftusga bezarib qarab o'tiraveradi. Unga bir yarim soat duo qilish kerak. Aylantirib mashaalloh deyish kerak. Yetib pushtigacha duo qilib chiqish kerak. Shundagina qoniqadi. Bergan narsasi bo'lmasam indamay bo'zarib olib ketdi deb orqasidan gapiradi. Bir bergan narsasiga inson yarim soat hamd xohlaydi. Alloh subhanahu va taolo alhamdulillahi robbil alamin deyapti. Qanaqa zot u zot? Olamlarning Robbisi Alloh o'ziga hamd aytishlikni alhamdulillah degan narsa bilan ifoda qiladigan qilib qo'ydi. Yarim soat hamd aytinglar demadi alhamdulillah. Shuning uchun aytayapmizki, alhamdulillahillazi ja'ala hamdahu alhamdulillah. O'ziga hamd aytishni alhamdulillah qilib qo'ygan zotga hamd bo'lsin. Odamlarga o'xshab bir soatlar hamd ayt demadi. Chunki ehtiyoji yo'q. Sizdan sal ko'rish kerak Allohga e'tirofni. Shu narsani e'tirof etayotganligingizni ko'rish kerak. Alhamdulillah Allohga hamd bo'lsin deganda, nega Allohga hamd bo'lsin desa, chunki aytdiki, Robbil alamin dedi. U zot olamlarning Robbisi dedi. Ya'ni olamlarning yaratib, tarbiya qilib, hammasini ishini ro'yobga chiqarib turgan zot. Shuning uchun hamd bo'lish kerak. Yo'q narsaga emas. Inson zoti shunaqaki, bir narsani unga ko'zi bilan ko'rgazib, isbotlab bermaguncha qilmaydi. Masalan, menga rahmat ayt desa, nega rahmat aytishim kerak deb turaveradi. Alloh subhanahu va taolo insonni shu xislatini bilganligi uchun alhamdulillah deb kifoyalanmadida, nega Allohga hamd bo'lsin desa, uni ishorasini qilib qo'ydiki, chunki u zot olamlarning Robbisi. Shuning uchun aytasan hamdni. Olamlarning deganda yuqorida aytganimizdek, olamlar yaralishidan oldingi olamlar ham, bu olamlar yaralgandan keyingi olamlar ham hammasining Robbisi bo'lgan Allohga hamd dedi. Alloh Robb deyiladi. Ya'ni bunda bir ishora borki, Allohga hamd aytishlik uchun inson nima qilish kerak? Rububiyatni tanish kerak. Insonlarga yuqorida aytgandek, yaxshilik qilgan insonni yaxshiligini e'tirof etish uchun o'sha insonning kimligini tanish kerak. Shundagina o'sha insonga siz maqtov ayta olasiz. Bo'lmasa nonko'rlik qilaveradi odam. Alloh subhanahu va taologa maqtov bo'lsin deb inson ichidan shu narsani ayta olishligi uchun Alloh kim? Alloh Robb. Robb bo'lganda ham olamlarning Robbisiligini tanib olish kerak. Rububiyat ulug'iyatga da'vo qiladi. Da'vat qiladi. Rububiyatni inson tushunishlik kerak. Rububiyat degani Alloh yaratuvchiligi. Yaratuvchilik mahluqotlari olamlarni yaratishligi. Demak, siz olamlarni tadabbur qiling. Sizga bu olamlarning olimini, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni ishora qilib qo'yadi. A'robiy aytganidek, innal ba'rata la tadullu 'alal ba'ir. Albatta sahroda bir tezak tavosam degan. Shu yerdan bir hayvon o'tganiga dalolat qiladi. Yoki bir iz bo'lsa, shundan bir inson yurib o'tganiga dalolat qiladi. Alloh kim desa, Allohning kimligini tanishingiz uchun uning mana shu asoratlariga qarang. Bu-ki olamlar. Olamlarning Robbisi ekanligini taniy olsangiz, rububiyatni taniy olsangiz, shundagina Alloh subhanahu va taologa sig'ina olasiz.